Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Temu ilovasi uchun bojxona parolini olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga unipass.customers.go sayti kerak bo'ladi. Bu saytga birinchi o'rinda kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng pastroqqa tushganimizda keyin Tongguan Koyuboho, ya'ni o'sha strix kodga o'xshagan joy bo'ladi. Bu yerni bosib kirganimizda ikkita bo'lim bor. Ya'ni birinchisi chepalgib, siz oldin parolni olgansiz, qayta olmoqchisiz. Bizga hozir bu kerak emas, bizga Shingyu palgib, ya'ni biz hozir bojxona parolini yangi olmoqchimiz. Bu yerga kirganimizda ma'lumotlarni to'ldirishimiz so'raladi. Bu yerda Songnyon, ya'ni full name'ni kiritishimizni so'rayapti. Qizil pasportda qanday ism familiyamiz bo'lsa, xuddi o'shandayligicha kiritib olamiz. Qolaversa bu yerda pastgida Vigogin tinglovchingda ma'lumotlarni kiritishimizni ham so'ragan. Hamda pastrog'ida o'sha xavfsizlik uchun parol turibdi. Uni ham kiritib olamiz. Birinchi o'rinda ism familiyani to'liq yozib olganimizdan so'ng yozib oldik. Mana ism familiyani. Men ma'lumotlarni kiritib qo'ygandim. Endi xavfsizlik parolini kiritaman. Shunda Shilmyong inchingda bosganimizda bizda uni tanlamabman. Telefon inching pano. Men oldin qilganim uchun siz yana qayta chiqarmoqchimisiz degan ma'lumot ko'rindi. Bizni keyingi bo'limga olib o'tdi. Bu yerga telefon nomerlarimizni kiritamiz. O'sha ID kartaga olingan nomerimiz. Inching panoga Johnson Diosimnida bosamiz. Buni bosganimizda telefonimizga parol keladi. O'sha parolni bu yerga inching pano degan joyga kiritamiz. Xo'p, kiritganimizdan so'ng o'sha bizga kerak bo'ladigan bojxona paroli kelib chiqadi. Men hozir bu rasmni olib tashlasam, meni ma'lumotlarim ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun rasmni olmayman. Shu yerda qizil harflarda chiqadi bojxona paroli. Bu parolni siz Temu ilovasiga narsa zakaz qilayotganda kiritsangiz bo'ladi.